Meva sotuvchilar sizga mevalarni qanday tanlash sirini hech qachon aytmaydilar. Videoni diqqat bilan kuzating. Tarvuzning kindiq qismi qanchalik kichik bo'lsa, shunchalik shirin bo'ladi. Shuningdek, tarvuzning pastki qismida sariq dog' bo'lsa, u pishgan bo'ladi. Qovunning po'stlog'idagi chiziqlar qanchalik zich bo'lsa, unda shakar miqdori shunchalik yuqori bo'ladi. Qovunning hidi kuchli bo'lsa, u shirin va pishgan bo'ladi. Ona apelsinlar eng mazali va shirin bo'ladi. Ona apelsinlarning pastki qismida mayda ikkinchi apelsinga o'xshash joyi bo'ladi. Shuningdek, po'stlog'i qalin emas, yumshoq va zich bo'lsa, apelsin suvliroq bo'ladi. Mevalarning uchida yashil uchi bo'lsa, meva yangi va yaqin orada uzilgan bo'ladi. Ba'zi mevalarning pastki qismidagi gul barglari soni mevalar soniga teng bo'lishi mumkin. Eng mazali qulupnay yashil va pushti rangga ega bo'ladi. Juda qizil bo'lsa, lekin yashil qismi bo'lmasa, u pishib yetilmagan yoki sun'iy yo'l bilan qizartirilgan bo'lishi mumkin. Burchakli bananlarni tanlamaslik kerak, chunki u yetarlicha pishmagan bo'ladi. Eng shirin bananlarning yuzasi silliq, po'stlog'ida mayda kunjutga o'xshash qora dog'lari bo'ladi. Juda sarg'aygan, lekin qora dog'lari ko'p bo'lsa, u haddan tashqari pishgan bo'lishi mumkin. Ananasning tishli barglari bo'lsa, u yaxshiroq bo'ladi, chunki tabiiy sharoitda o'sgan bo'lishi mumkin. Yuzasining rangi notekis bo'lsa, u pishgan va mazali bo'ladi. Pishganlari ko'proq va to'g'ri bo'lsa, u yaxshi ananas belgisi. Videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.